shahar bugun butun dunyoda eng shiddat bilan rivojlanayotgan davlatlar qatorining uchligiga kiradi. Albatta bu prezidentimizning tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qilayotgan islohotlari bilan birgalikda sizlarni bugungi kunda qilayotgan mehnatinglar tadbirkorlar. Nafaqat davlat mukofotiga ega bo'lishinglar, sizlarni o'zinglarni milliy brendinglarni dunyoga tanitadigan tadbirkor bo'linglar. Ertaga chet ellik tadbirkorlar deymiz ham yoki yoshlar deymiz ham havas bilan qarasin. Qaniydi shu kompaniyada men ishlasam edi, qaniydi shu kompaniyani texnologiyasi bizani davlatga ham kirib kelsa degan kunlar keladi. Chunki sizlarning g'ayratinglar juda katta motivatsiya beradi. Biz faqat sizlarga yordamchimiz. Yutuqlardan erishishga charchamanglar. Hammanglarni yana bir tabriklayman. Sog' bo'ling. Я думаю, что мы всегда общими силами будем идти вперед. Хочу выразить искреннюю благодарность нашему президенту за всю ту поддержку, которую он оказывает нам, за все те реформы, которые он создает для развития бизнеса в нашей стране. Bolalarga milliy kontent ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Bek va Lola, Dono va undan tashqari jahon filmlariga maxsus effektlar tayyorlaymiz. To'satdan bo'lgan hodisalar juda ham kayfiyatimizni ko'tarib yubordi. Bizlarni kichkinagina qilayotgan xizmatlarimizni muhtaram prezidentimiz shunaqa sharafli unvonlarga loyiq deb topibdilar. Buning uchun juda ham xursandmiz. Bu tadbirkorlarga yanada kuch-quvvat bag'ishlaydi va bundan minnatdormiz. Bugun 30 dan ortiq muvaffaqiyatli erkak tadbirkorlar orasida ikkita ayol tadbirkor bo'lib mukofotlanganimdan juda xursandman. Juda hayajonli, bir tomondan juda baxtlimiz. Biz shunchalik bizani qo'llab-quvvatlashganiga, bizani mehnatimizga e'tibor berishganiga, bu menimcha juda ham ta'sirli daqiqa desa ham bo'ladi. Men uchun rostdan ham kutilmagandim. Men doim o'ylardim, davlat mukofotini davlat ishida ishlaydigan odamlar oladi deb o'ylardim. O'shaning uchun ham men uchun juda ham kutilmagan bo'ldi. Lekin xursandman. Juda ham o'sha payt kutilmaganda e'lon qilishganida men ham hayajonlandim va xursandman shu davlat rahbarini mana shu mukofotga loyiq deb bilganlardan xursandmiz. Albatta bizga bu ma'lum mas'uliyatni beradi va o'zimizni qilayotgan ishimizni, sohamizni yana ham rivojlantirishga asosiy turtkilardan bittasi bo'ladi deb o'ylayman.